hurmatli bort komandiri, Tungi Ekspress parvozga tayyor. Assalomu alaykum qadrli oynajahon muxlislari. Assalomu alaykum barchaga xayrli kech. Yana sizni xonadoningizga biz Tungi Ekspress bilan kirib boryapmiz. Juda ham mamnunmiz. Har gal mana shunday hayajon bilan sizga peshvoz chiqayotganimizdan butun ijodiy jamoamiz vakillari bilan birgalikda Mamnunmiz. Assalomu alaykum Tungi Ekspress dasturining ashaddiy muxlislari. Demak, biz o'z dasturimizni boshlaymiz va sizga a'lo kayfiyat ulashamiz degan umiddamiz azizlar. Bugun boshlovchilarni har birimizda o'zgacha bir hayajon bo'lyapti. Nimagaligini men sezdim hozir. Xo'sh. Nima uchun deganda biz har doim jonli musiqada chiqishga odatlangandik. Bugun o'zgacha yondashuv qildik, musiqachilarga dam berdik, o'zimiz eplaymiz dedik, va'dani qop-qopidan berdik sozandalarga va shuning uchun o'zimiz chiqib kela qoldik. Ovoz operatorlar bilan kelishgan holda bugun sozandalarsiz bir maza qilib, yengil parvoz qilaylik dedik. Albatta. Chunki ular baribir og'irlik qiladi samolyotga. Albatta. Nafaqat ular o'zi, balki musiqa asboblari bilan tashrif buyurishardi, to'g'rimi? Lekin ularni yo'qliklarini sezdirmaydigan Ma'mun universiteti talabalari doimo biz bilan birga. Albatta. Dasturimiz homiysi Ma'mun universiteti va ularning ilg'or talabalari bugun biz bilan birgalikda. Qadrli onajonon muxlislari, bizni jonli efir soatlarida tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga kech xayrli bo'lsin deya biz sizga eng yaxshi dasturni taqdim etish uchun tayyorgarlik ko'rganmiz. Bir hafta davomida butun kuch-g'ayratimizni sizga kechki kayfiyatingizni zo'r, maksimal darajada yuqoriga ko'tarish uchun hammamiz birgalikda xizmatdamiz. To'g'rimi? Albatta. Tungi Ekspress dasturida hammangiz yaxshi bilasiz, turli xil terminallarimiz mavjud va ushbu terminallar orqali sizga bir-biridan go'zal ma'lumotlarni va yangiliklarni yetkazishga biz bel bog'laganmiz. Dasturimizni yaxshi kayfiyatda boshlaymiz azizlar. Demak, biz boshladik va xo'sh, endi dastur boshlanishi bilan doimo kuy eshitardik, chiroyli musiqa jaranglardi. Bu gal nima qilar ekan bu uchala boshlovchi chiqib olib, faqat uchalasi gaplashib turadimi? To'g'ridan to'g'ri yoki bo'lmasa ma'mur yangiliklariga o'tib ketadimi? Yo'q, bugun ham biz an'analariga sodiq qolamiz va albatta o'zgacha yondashuvda chiroyli tarona taqdimotini sizlarga armug'on etmoqchimiz. Ayni daqiqalarda esa biz ovoz operatorlarimizga iltimos qilamiz, tantanavor bizni nima deydi, musiqa sadolari bilan birgalikda trapdan xushovoz ijodkorimizni birgalikda qarshi olamiz. Farruxbek Saidov. Musiqa yo'q-ku. Xush kelibsiz. Xayrli kech. Kayfiyat yaxshimi? Zo'r. Rahmat. Endi sal kech bo'ldi. Kayfiyatni ko'taramiz endi majburan. Qayerga uchamiz? Xorazmmi? O'z Xorazmdamiz, bir aylanib kelamiz deng. Bir aylanib kelamiz. Bo'pti. Farruxbek, aynan bugun dasturimizda sizni biz ko'rganimizdan juda ham xursandmiz va ijtimoiy tarmoqlarda sizni kelishingiz yoritilganida o anchadan buyon kutgandik degan jumlalarni ko'p gal turaman-ku o'zi demasa. Yo'q, Tungi Ekspressga. Tungi Ekspressni avval. Tungi Ekspressda ko'plagan muxlislarimiz, mana teletomoshabinlarimiz falonchini chaqiring, uni chaqiringlar, buni chaqiringlar degan talablar, takliflar bor. Ro'sa aytmayman, rostdan aytganmi? Albatta. Albatta, voy.
bir marta ham emas, bir necha marotaba Farruxbekni chaqiringlar degan. Farruxbek hozir bizga yetmayapti. Bizni yo'q, qanday voqealar bo'lganini ham ayting. Ssenariyda ismlari bor. 3 marta shu voqea sodir bo'lgan. Aynan sizni administratoringiz bo'ldi, kelaman deb va'dani berganlar, lekin mana shu va'dani bugun bajarishdi. Biz esa Anora siz ajal tushib turibdi. Yo'q, lekin baribir diydor bugunga nasib qilgan ekanda. Demak, 17-may oqshomida 18-mayga o'tar tun chog'ida sizlar bilan diydor ko'rishyapmiz. Jonli efir soatlarida. Farruxbek, bizni dasturimizning qoidalari, shartlari shundan iboratki, kelgan mehmonimiz, san'atkorlarimiz aynan biror bir qo'shiq taqdimotini amalga oshirmaguncha tikka turaveradi. Yaxshi. O'tirgim kelyapti deng. Shuni tezroq aytmaysizmi? Farruxbek Saidov kuylaydi. Marhamat. Sovrindori. Kayfelekni nalay ağım, seni sevgenim bulsa günahım. Kayfelekni nalay ağım, seni sevgenim bulsa günahım. Divanı bulsam seni köyünde neler eylesin perizat mahım. Divanı bulsam seni köyünde eylesin perizat mahım. Züre züre can sana kurban. Hayırın bulinmen meyli soracağım. Züre züre can sana kurban. Hayırın bulaman meyli soracağım. Barcha zo'ralar uchun. O'zi Nilufar deb kuylasangiz ham bo'larkan, bu qo'shiqni. To'g'ri kelmaydi, baribir. To'g'ri kelmaydi. Sabab o'zgartirib kelamiz. Farruxbek taklif etamiz sizni. Joylashib oling, Farruxbek, keling. Rahmat. Keling.
Xo'sh, ijodda Farruxbek, nima yangiliklar? Hormang konsert dasturlarini eson-omon o'tkazib, Rahmat, muxlislarning zo'r. olqishiga sazovor bo'lib, katta Ajoyib. imtihonni o'tib qaytdingizmi? Rahmat, shu konsertdan kelganimizdan boshlab sal shamollabmi ochilish o'ymi deb masala. Ha, bugun ochilish. Farruxbekda hali yangiliklar ko'p. Biz bu borada ko'p va ko'p suhbatlashamiz va biz ayni daqiqalarda dasturimiz homiysi Ma'mun universiteti yangiliklari bilan bog'liq bo'lgan Ma'mun terminaliga murojaat qilishimiz kerak. Albatta. Demak, biz Ma'mun universiteti axborot xizmati mutaxassisi hamkasbimiz Abdullajon Bo'riyevga yuzlanamiz va ular tomonidan tayyorlangan lavhaga navbatni beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, dasturimiz homiysi bo'lgan Ma'mun universiteti yangiliklari davom etadi. Ma'mun universiteti ta'lim bozorida o'zining sifatli va zamonaviy xizmatlari bilan respublikamizda o'z o'rniga ega bo'lib kelmoqda. Universitetda kunduzgi ta'lim bilan birga kechki va masofaviy ta'lim yo'nalishlari yo'lga qo'yilgan vohadagi yagona universitet desak, yanglishmagan bo'lamiz. Respublikamizda kechki va masofaviy ta'lim tizimi joriy etilgan 6 ta universitet bo'lsa, Ma'mun universiteti ana shularning biridir. Bizda qabul jarayonlari davom etmoqda. Ma'mun universitetiga kirganimdan boshlab ilmiy muhit meni hayratga soldi. Eng avvalo yoshlarning faolligiga qoyil qoldim. Ular hayotda ham o'z o'rnlarini oldi. Xorazmga tashrifim davomida meni hayron qoldirgan joy bu Ma'mun universiteti bo'ldi. Ma'mun universiteti O'zbekiston lider yoshlar tanlovi. Biz sizga universitetda bo'layotgan yangiliklarning eng saralarini taqdim etishga harakat qilamiz. Ma'mun universitetining 1-2 binolarida Ma'mun Fest 2025 talabalar festivali bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz ushbu festival haqida bo'ladi. Ma'mun universiteti bu yerda nafaqat ilm, balki ijod, iqtidor va yoshlarning qizg'in kayfiyati hukmron. Bugun esa bu dargoh yana bir muhim voqeaga guvoh bo'ladi. Universitetning filologiya yo'nalishi talabalari tomonidan tashkillashtirilgan Ma'mun Fest 2025 festivali boshlanish arafasida. Ma'mun universiteti tarixida hali bunday festival bo'lmagan. O'quv yilining yakuni sifatida talabalarning ko'nglini shodon qilish va xayrlashuv sifatida ushbu Ma'mun Fest filologiya kafedrasi tomonidan tashkil qilindi va ushbu festivalda talabalarimiz o'zlarining turli chiqishlari bilan qatnashdi. Har xil qahramonlarning kiyimlari va o'zlari yoqtirgan qo'shiq va raqs ijrolarini qilishdi. Ushbu festival talabalarning kayfiyatini ko'tardi. O'quv yilining yakuni sifatida ular yaxshi kayfiyatda, yuqori ko'tarinkilik kayfiyati bilan xayrlashadigan bo'ldilar. Ma'mun Fest 2025 festivali davom etmoqda. Men bugun Karib dengizi qaroqchilarida Jack Chittak obrazini yaratdim va bu menda o'zgacha bir kayfiyatni va energiyani kashf etdi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bu yerdagi energiya va odamlarning o'zgacha quvonchi juda ham cheksiz. Sababi universitetimizda bu festival birinchi marta o'tkazilmoqda va bu esda qolarli kunlardan biri bo'lib qoladi degan umiddaman. Macarena,
Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosining bajarilishi yuzasidan Ma'mun universitetida ta'sischi va talabalar uchrashuvi o'tkazildi. Ma'mun universitetida 2024-2025 o'quv yilida jami 198 nafar bitiruvchi bo'lib, 105 nafarining bandligini ta'minlash prognozlari mavjud. Tadbirkorlik qilish istagini bildirgan talabalardan 35 tasi soliq tizimiga, ya'ni Soliq.uz ilovasi orqali o'z-o'zini band qilgan holda ro'yxatga qo'yildi. Shundan 32 nafar bitiruvchi talabalarga Milliy bank uchun rektor tomonidan ijobiy tavsiyanomalar berildi. 11 nafar bitiruvchi talabalarning Milliy bankdan kredit mablag'lari chiqarildi. Bo'lib o'tgan ta'sischi va talabalar uchrashuvida ham mamlakatimizda yoshlarga qo'llab-quvvatlash uchun qilinayotgan imkoniyatlarning mazmun mohiyati tushuntirildi. Yuqorida biz masofaviy ta'lim haqida gapirdik. Xo'sh, masofaviy ta'limning afzalliklari nimada? Masofaviy ta'lim tizimida o'qish qanday amalga oshiriladi? Shu haqida bilish uchun Ma'mun universiteti matbuot bo'limi xizmati rahbari ustozimiz Qahramon Soburov Ma'mun universiteti prorektori Egambergan Xudoynazarov bilan suhbatda bo'ldilar. Assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Bugun siz bilan masofaviy ta'lim tizimining afzalliklari borasida mulohaza yuritamiz. Suhbatdoshimiz Ma'mun universiteti prorektori, pedagogika fanlari falsafa doktori Egambergan Xudoynazarov. Xush kelibsiz deymiz avvalambor. Xo'sh, bugungi kunda yangi joriy qilingan mana shu masofaviy ta'lim tizimini afzalliklari nimalardan iborat? Avvalambor assalomu alaykum. Hammamizga mana yangi ta'lim tizimi o'zgarishlari bo'lyapti. Xabarlaringiz bor. Mana yaqindagina demak, ta'lim shaklarini o'zgartirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida sirtqi ta'lim shakli yopilganligi, unga qabul bo'lmasligi to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi 176-sonli. Qolaversa, buni o'rnini bosish uchun O'zbekiston fuqarolarini oliy ta'lim bilan egallash masalasini yo'lga qo'yish uchun masofaviy ta'lim ko'proq taklif qilinyapti. Aynan Ma'mun universitetini yangilangan litsenziyasida ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Ma'mun universitetida 6 ta bakalavr ta'lim yo'nalishida masofaviy ta'lim bakalavriat yo'nalishini qabul qilish bo'yicha litsenziya berildi. Masofaviy ta'limga to'xtaladigan bo'lsak, masofaviy ta'limning afzalliklari bu talabani o'z uyida turib, ya'ni eng katta yutuqlardan biri bu hududning demak chegara bilmasligi. Ya'ni vodiydan turib ham o'qish imkoniyati, Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanida turib ham o'qish imkoniyatini beradi. Bu eng katta afzalliklaridan biri deb hisoblayman, chunki o'quvchining o'zi yaratgan oilaviy sharoitida turib bilim olishi unga yanada bir katta imkoniyatlar yaratib beradi. Albatta qulayliklarni keltirib chiqaradi, chunki bu o'z-o'zidan o'zining ashyoonida turib o'zi xohlagan bilimni egallash imkoniyatini beradi. Ikkinchidan, xarajatlarning kamligi. Ya'ni har kun o'qish uchun qilinadigan, ta'lim olish uchun qilinadigan xarajatlarning kamayishiga olib keladi. Ya'ni yotoqxona masalasi, yeb-ichar masalasi, yo'l kira masalalarida demak yordam beradi. Bu o'quvchining bilim olish imkoniyatini oshiradi. Uchinchidan, vaqt masalasi. Aniq reja asosida tuzilgan dastur asosida o'qish tashkil qilinadi. Misol uchun, agar birinchi smen bo'ladigan bo'lsa, yo birinchi juftlik deb aytamiz, birinchi juftlik bo'lsa, o'sha davrning o'zida kirib, demak, o'qituvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri Zoom dasturi orqali ilm oladi. Qolgan vaqtida oldindan rejalashtirilgan o'sha platformaga kirib, o'ziga kerakli bo'lgan bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, o'sha platformada hamma kerakli bilim uchun kerakli bo'lgan mavzular joylashtirilgan. Hamma kontentlar joylashtirilgan, mustaqil o'qib, har bir fan doirasida o'zining baholarini o'zlashtirib boradi, faqat yakuniy nazoratni topshirish uchun universitetga keladi. Uchinchidan, bu yerda yana bir narsa bor, masofaviy ta'limning yutuqi bu bolaning raqamlashtirilgan ta'lim axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini oshiradi.
chunki u bevosita birinchidan o'zi masofaviy ta'limni olishda shu jarayonga kiryapti. Ikkinchidan o'ziga kerakli bo'lgan bilimlarni internet tarmoqlaridan qidirib o'rganish imkoniyatini oshiradi. Demak, axborot texnologiyalarini ham yaxshi bilishga intiladi. O'z-o'zidan tabiiy qiziqishni uyg'otadi va o'sha yerdagi malakasini oshirish imkoniyatini yaratib beradi. Keyingisi yana bir asosiy o'zi bu narsani kelib chiqishiga ham, bu ta'lim shaklining paydo bo'lishiga ham sababchi bo'lgan narsalardan biri favqulodda vaziyatlarda ta'lim uzluksizligini ta'minlab beradi. Misol uchun pandemiya davrida hammamiz xabarimiz bor, juda ham bir qiyin holatga tushib qoldik. Mana shu masofaviy ta'lim bizni ta'lim tizimimizni uzluksizligini ta'minlashda asos bo'lib qoldi. Afzalliklarini bildik. Endi masofaviy ta'lim tizimini muammolari ham bormi? Bor. Endi har bir narsada o'zi yutuqiga yarasha kamchiligi bo'ladi. Masofaviy ta'limni kamchiliklari nimada? Birinchidan biz uchun juda ham qiyin bo'ladigan muammolar bo'lishi mumkin bo'lgan narsalardan biri bu internet va texnik infratuzilmaning yetmasligi. Ya'ni o'sha talabkor talaba o'zining xonadonida yoki o'zi turgan makonda internet bilan uzluksiz ta'minlangan bo'lishi kerak. Chunki u Zoom dasturida onlayn tashkil qilinyapti. O'sha platforma orqali to'liq hech qanday muammosiz qatnashish kerak. Bu eng katta muammoli vaziyatlardan biri. Buni birinchi to'g'rilab olish kerak. Ikkinchisi, albatta ayrim fanlarda, ayrim misol uchun mana matematika deymiz, fizika degan kabi fanlarimiz bor. Amaliy mashg'ulotlarni o'zlashtirish imkoniyati qiyin bo'ladi. Chunki jonli auditoriyada o'qilganiga yetmaydi baribir. Misol mana men o'zim matematik bo'lganim uchun aytib o'taman. Matematika misol masalalarini, teoremalarni isboti uchun u ustozning yonida bo'lgani baribir natijadorroq bo'ladi. Shuning uchun bu yerda masofaviyda bolaning o'zining shaxsiy qobiliyatlarini shakllanishini majburlaydi. Mana bu yerda ham muammolar kelib chiqadi. Keyin qolaversa yana bir narsa bor. O'qituvchining yonida jonli, tabiiy, hayotiy olinadigan ko'nikmalardan uziladi bu. Ya'ni o'zi mustaqil qo'shimcha ma'lumotlar izlashi va ana shu ko'nikmalarni o'zi mustaqil izlab topishi kerak degan zaruratlarni qoplab olish kerak. Talabani fikrlashga, izlanishga undaydigan. Albatta bu yerda demak kreativlikni taklif qiladi. Tanqidiylikni, o'ziga yarasha mantiqiylikni, vaqtdan yutish, o'z-o'zida ishlash kabi ko'nikmalarni o'zi agar mustaqil shakllantira olmasa, bu yerda ham muammolar yo'liqadi. Mana shuning kamchiliklari bor. Keyin qolaversa, bu yerda yana bir narsa bor. Davomat masalasida ham, misol uchun auditoriyada kunduzgi ta'lim shaklida davomat odatda o'qituvchi tomonidan bir marta olinadi, maxsus hollarda o'quv bo'limi tomonidan olinadi. Lekin masofaviy ta'limda har bir mashg'ulotda, demak, masofaviy ta'lim boshqarmasi bir marta, o'sha o'qituvchi demak berkitilgan maxsus tutorlarimiz bor, kuratorlarimiz, ular bir marta va fan o'qituvchisi, ya'ni har bir mashg'ulotda kamida 3 marta davomat olinadi. Bu o'z-o'zidan demak talabgorning yoki talabaning darsda to'liq qatnashishi shart ekan degan bir me'yorni majburlab qo'yadiki, to'liq hamisha o'zini ko'rsatgan holda video orqali o'zini Face'da to'liq ko'rsatib qatnashish kerak degan muammolarni keltirib chiqaradi. Bu yerda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Endi Egambergan Madrahimovich, keling, mana shu Ma'mun universitetida masofaviy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha qilingan platformani bir tushuntirib o'tsangiz, juda ham bir o'rinli bo'lardi. Xo'p, desangiz, ruxsat bersangiz, buning uchun nimani ekranning oldiga o'tsak. Qisqa qilib turib, Ma'mun universitetida tashkil qilinayotgan masofaviy ta'lim bo'yicha masofaviy ta'lim tizimiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, saytda yaratilgan masofaviy ta'lim tizimida litsenziyada ruxsat berilgan 6 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishlarining to'liq kontentlari joylashtirilgan. Bu yerda demak, birinchi 604 10 100 iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi, 603 10 300 psixologiya, 602 2 300 tarix, 604 10 200 buxgalteriya hisobi, 606 10 100 axborot tizimlari va texnologiyalari, 604 10 900 biznesni boshqarish bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun barcha kontentlar joylashtirilgan. Agar qisqa qilib tushuntirish uchun ruxsat bersangiz, iqtisodiyot yo'nalishiga kiradigan bo'lsak, mana shu yerda aynan meni mutaxassisligim bo'yicha bitta fan bor. Shundan kelib chiqsam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Demak, misol uchun iqtisodiyot ta'lim yo'nalishining birinchi kursda o'qitiladigan amaliy matematika fani doirasida qaraydigan bo'lsak, amaliy matematika bir fanining barcha kontentlari joylangan. Ya'ni fan haqida ma'lumotlar joylashtirilgan, fanning sillabusi, asosiy va qo'shimcha adabiyotlar ro'yxati keltirib o'tilgan, asosiy adabiyotlar ro'yxati keltirilgan, fan uchun kerakli bo'lgan maxsus glossariylar joylashtirilgan,
demak, har bir mavzu doirasida ketma-ketlikda nazorat savollari va har bir fan doirasida mustaqil ta'lim topshiriqlari. Shularni bajaradi. Misol uchun bitta birinchi mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi mavzumuz misol uchun matrica va ular ustida amallar mavzusi bo'lsa, bu mavzu bo'yicha demak ma'ruza matni, keyin maxsus prezentatsiya, slaydlar, misol va masalalar yechilishlari bilan keyin maxsus savollar. Har bir mavzu bo'yicha shular ketma-ket joylashtirilgan. Har bir mavzu bo'yicha demak video darslar joylashtirilgan, o'qib chiqadi, o'rganadi. Keyin bularni o'rganib chiqqandan keyin maxsus testlarni yechadi, savollarga javoblar beradi. O'zi tushunmagan, uddala olmagan narsalarini demak Zoom dasturida qatnashayotganda ustozdan bevosita so'rab turib, ularni takomillashtirib oladi. Mana shu tartibda to'liq barcha mavzular yaratilganligini aytib o'tishimiz mumkin. Mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Muhtaram teletomoshabinlar, dasturimiz orqali sizlarga ulashmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturimizning keyingi sonlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Ha, aytgancha, Ma'mun universitetida 2025-yilning 1-may sanasidan qabul komissiyasi o'z ishini boshladi. Qadrli onajohon muxlislari, jonli efir soatlarida siz Tungi Express loyihasini tomosha qilmoqdasiz va biz dasturimizni ko'tarinki va shukuhli kayfiyatda yana davom ettiramiz. Demak, Ma'mun yangiliklardan boxabar bo'ldik. Ana endi bu yoqqa asta-sekinlik bilan terminallarga murojaat qilamiz va ayni daqiqalardagi terminalimiz yana san'at terminali bo'ladi va trapda ko'rinish bergan ijodkorimiz, ustozode ijodkor desak biz yanglishmagan bo'lamiz. Albatta. Feruzbek Karimov taklif qilamiz. Marhamat. Feruzbek Karimov, xush kelibsiz Feruzbek. Sizni studiyamizga ko'p juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Quyosh kabi porlayapsiz kechqurun. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizning yaqinlarimiz, muxlislarimizga hammaga nodidi kechki zo'r kayfiyat tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Demak, dasturning qoidalarini bilasiz-a? Yuqorida o'tirish uchun qo'shiq kuylash kerak. Demak, marhamat. Feruzbek Karimov ijrosidagi ilk tarona taqdimoti.
Yomon oshiq bo'ldi bola. Joylashib olamiz keling. Voy bola, o'tiring. Ikkala ijodkorimizni ham taklif etamiz. Yonma-yon o'tirib ijodiy suhbat jarayonlari aynan endi sizlar bilan bo'ladi. Yana bir bor studiyamizda xush ko'rdik ijodkorlarimizni. Feruzbek, xush kelibsiz. Rahmat. Farruxbek, kayfiyat yaxshimi? Zo'r. Ana endi bu yog'iga xorazmchasiga aytganda ochilishi yeb o'tiramiz. Hozir hazillashib qo'ydilar, xo'janiyoz bilasizmi? Ko'rsatuv tugadimi deb qo'ydilar, keyin yo'q, hozir lavha ketmoqda. Shu efirni boshlab yo'qolib ketdingizlar. Yo'q, endi bu yog'iga shiddat bilan sizlar bilan birgalikda uchamiz. Albatta. Demak, biz davom etamiz va birin-ketinlikdagi savollarni sizlarga taqdim etamiz. Aynan barobar beriladigan savol javoblar endi o'zingizni hayot tajribangizdan kelib chiqqan holda, ijod faoliyatingizdan kelib chiqqan holda taqdim etasizlar. Eng yoqimli va eng qiyin qo'shiq loyihangiz qaysi? Farruxbek, Eng yoqimli va eng qiyin qo'shiq loyihangiz. Qaysi tarona sizga ham yoqimli, ham qiyin bo'lgan? Balki birisi yoqimli bo'lishi mumkin, birini yaratilish jarayoni qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Menda shu boshda ijod boshlagan vaqtim sentyabrlar, mana yomg'ir degan qo'shiqim chiqqan vaqti shu yomg'ir bo'lib turgan voqeani olish kerak edi, lekin yomg'ir bo'lmadi. Shu suvni yomg'ir yog'ildi, lekin ko'cha sovuq edi. Do'nganman shunda, dim qiyin. Ijodingiz boshlangan vaqt-ku. Ha. Eng birinchi qo'shig'ingiz emasmi? Aynan mana shu qiyinchilik bilan qadam qo'ygansiz san'atga. Keyin kasal bo'lganmiz? Shuni deb o'ylaganman, kasal bo'lmadim, shu yerda do'nganman, dum sovuq bo'lgan ko'cha. Shuni ko'chadan suv issiq bo'lganda, suvni quyib turibdi, lekin ko'cha sovuq, suv bitta issiqroq. Shu ustimdan quyib turgan vaqtda suvni quyinglar deyman, to'xtatadi, do'ngaman yana. Feruzbek, sizdachi? Suv quyib turganman, demangiz. O'sha suvni men quyib turdim deng. Qiyinchiligi bo'lgan qo'shiqlarimiz ko'p. Bizda naborotana issida qiyinchilik bo'lgan. Xorazmcha qo'shiqimizni oxirida eng oxirgi ijodlarimizdan shu Hilola bilan Hilola bobojonova chiqqan edi klipimda. Shunda issida bizdan traktorda yurib keladigan kadrimiz bor edi. Shunda yozda eng yonib turgan vaqti 45-50 gradus top oqshom bo'lgan issi denadi. Shu quyoshda preset ustida yonganmiz lekin. Issiqni endi amallashning iloji yo'q. Salqinni sal issiqroq kiyinib, issiq suvlar bilan amallasa bo'ladi, Farruh. Issiqni. Xo'sh, har qanday holatda sahnaga chiqishga tayyormisizlar? Agar javobingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, qanday holatlar sizga qiyinchilik tug'diradi? Sahnaga chiqish deganingizda xalq oldiga. Endi baribir madaniyat xodimi bo'lganlarga har qanday vaziyatda chiqib bo'lmaydi. Madaniyat xodimidan baribir ko'pchilik o'rnak oladi. Yo'q, endi har qanday holatda deganda siz tushunmadingiz. Oilaviy muammolar bo'lishi mumkin, shaxsiy muammolar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda sahnaga chiqishga tayyormisiz? Endi bizning kasbimiz shunga baribir nima bo'lgan, baribir bog'liq oilada bo'ladimi, ichki holatda bo'lishidan qat'iy nazar shu chiqqan vaqtda hammasini iloji boricha unutishga harakat etib, kayfiyatni maksimal darajada tiklab turish kerak baribir, ichki holat bo'lishidan qat'iy nazar. Endi men bu shaxsiy fikrim shunday bo'lishi kerak deb o'ylayman, madaniyat xodimi. Mana hozir ham o'zingiz nima deydi? Sal shamollagansiz, shunday bo'lishiga qaramasdan baribir sahnaga chiqyapsiz-ku. Yana shu bir misol shu. Mas'uliyati bor-da. Feruzbek, sizdachi? Har qanday holatda sahnaga chiqishga tayyormisiz? Har holda sahnaga chiqishimizga tayyormiz. Xalqimizning xizmatini. Endi har holda siz san'atkorlar oilasida dunyoga kelgansiz, bu narsa sizga bolalikdan singdirilgan bo'lsa kerak. Ustoz Nurdo'y Karimov iloji boricha shu kasal bo'lmang, shamollamayng, ovozni saqlab. Eng asosiysi shu-da, baribir xonanda uchun. Endi shu o'tirishlar ham ko'p bo'lib qoladi. Shundan ertangi ham ovoz o'tirib qolgan vaqti bo'ladi, baribir yo'l bo'yi borib mashinada yetib boraturgan yerimizda ovozni qizdirib borib, ovozni sozlab, bir amallab shu to'yni bildirmaslik, bildirmay o'tirishga harakat etamiz. Bo'ladi unday vaziyatlar, lekin biz ammo xalqimizning xizmatini tayyorlaymiz. Lekin baribir xalq nima deydi? Sizni ichki kechirmangizni tushunmaydi-ku, san'atkorlar mana oshkor qilavermaysiz-ku. Yo'q, men kecha ko'p qo'shiq aytganman degan bahonalar o'tmaydi baribir. Feruzbek keldimi, Farruxbek keldimi? Yo'q, jonli ijroda bo'lsin deydi-ku baribir, to'g'rimi? Haqiqat shunday. Mana shunday holatlarda ham tayyorsiz baribir sahnaga chiqishga va qo'shiq kuylashga. Albatta, tayyor turish kerak.
Salomat bo'ling, sog' Qadrli bo'ling. hamkasblar, ana endi trapga diqqatimizni qaratsak bo'ladi, Omadbek, to'g'rimi? Chunki Albatta. bizda yana mehmonlarimiz bor va aynan biz keyingi terminalga murojaat qilamiz. Demak, bizda biznes terminali hozirda va albatta bugungi demak mehmonimiz hozir trapdan tushib kelmoqdalar. Ularni tanishtirib o'tsam, iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori Sadoqat Rahimova bo'ladilar. Marhamat, ularni birgalikda kutib olamiz. Marhamat. Nimaga ishora qilganim tushundingizmi? Yo'q. Erkaklar har safar kelganda boshlovchilar bilan ko'rishadi, biz ayollarimiz biz ham sho'rashib qo'yaylik dedim. Xush kelibsiz, Sadoqat aka, marhamat. O'zim ham shuni sezgandim, lekin boshqa narsa bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q. Samimiyat. Ana siz deb o'ylabman men. Kuyyapti. Biz ko'rishganimizga kuyyapti. Ha, shunaqa. Demak, aynan galdagi suhbatdoshimiz bilan biznes vaqti terminalida biz innovatsion iqtisodiyot mavzusida suhbatlashamiz va dastlabki savolimiz Sadoqat opa, sizga aynan mana shunday bo'ladi. Innovatsion iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyotdan qanday jihatlari bilan farq qiladi? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, an'anaviy iqtisodiyot bilan innovatsion iqtisodiyot juda ham katta farq qiladi. Sababi innovatsion iqtisodiyotda bu juda ham katta yangiliklar, texnologiyalar, texnika va demak vositalar qo'llaniladi. Ana shu jihati bilan demak farq qiladi. Ajralib turadi albatta. Tushunarli. Demak, yana savollar bilan yuzlansak bo'ladi, Omadbek. Albatta, demak, raqamli texnologiyalar qay tarzda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirmoqda? Juda ham hozirgi kunda bu sizni bergan savolingiz juda ham dolzarb va globallashuv jarayonida juda ham katta raqamli texnologiyalarga, innovatsion iqtisodiyotga juda ham katta talab oshmoqda. Chunki biz bilamizki, hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlar va rivojlanayotgan mamlakatlar o'z iqtisodiyotini rivojlantirish uchun, iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun ham demak innovatsion tarzda ishlashni, ya'ni asosan texnologik ta'minotni yangilashni va undan iqtisodiy samaradorlik olishga juda ham katta o'zini e'tiborni qaratmoqdalar. Shuning uchun ham demak raqamli texnologiyalar ham bu iqtisodiyotda juda ham katta ahamiyat kasb qiladi. Sizningcha innovatsiyalar iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir qiladi? Juda katta ta'sir qiladi, chunki biz yuqorida aytib o'tdim, innovatsion iqtisodiyotda asosan texnikalar va ularni yuqori darajadagi samaradorligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham bu rivojlanishda ya'ni kam sarf xarajatlar bilan katta foyda olish imkoniyatini beradi va bu yerda asosan raqobatbardoshlik, sifat va iqtisodiy jihatdan rivojlanishning boshqa omillari ham demak juda ham katta foyda beradi. Endi menda juda ham qiziqarli savol bor. Sizningcha sun'iy intellekt iqtisodiyotning qaysi sohalarida inqilobiy o'zgarishlar, uzilishlarni qilish salohiyatiga ega? Sun'iy intellekt hozirgi vaqtda biz bilamizki, mana shiddat bilan kirib kelmoqda. To'g'ri aytdingiz, chunki bu sun'iy intellekt iqtisodiyotdagi ana shu o'zina xos bo'lgan bir aynan yo'nalishga ega, ya'ni bu yerda hozir mana biz bilamiz tibbiyot sohasida juda ham katta o'zgarishlarga olib kelmoqda sun'iy intellekt. Undan tashqari dasturlash sohasida, axborot telekommunikatsiya sohasida va umuman aytganda iqtisodiyotni juda ham katta real sektorda katta ahamiyat kasb qiladi. Va shuning uchun ham ko'pgina rivojlangan davlatlar agar iqtisodiyotini, ularni texnologik ta'minotini ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda juda ham raqamli iqtisodiyotni ancha rivojlanganligini, sun'iy intellektlarni уже ko'pchilik mamlakatlar o'z sohalarida tatbiq qilayotganini ko'ramiz. Juda ham katta nima deydi, e'tibor qilyapti va ularni qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar. Sadoqat opa, aynan onlayn savdolar va blokcheyn texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Rahmat savolingiz uchun. Hozirgi vaqtda ana shu onlayn savdo bu savdoni yanada kengaytirish uchun va bundan tashqari savdoda o'zini ma'lum bir iste'molchilarni qamrab olishga va ularni mahsulotlarni tezroq va
keng ko'lamli sotish imkoniyatini beradigan yo'nalish desak xato bo'lmaydi. Rahmat. Va hali sizga taqdim etmoqchi bo'lgan savollarimiz talaygina va ijodkorlarimiz bilan ham ularni zeriktirib qo'ymasligimiz kerak ayni daqiqada. Va Farruxbek, kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Bugun faqat qo'shiq aytasiz va biz tomonidan berilgan shartlarni bajarasiz. Har ikkalangiz ham. Qo'shiq aytsam bo'ladimi? Shartni sal. Qo'shiqqa qarab. Qo'shiq zo'r bo'lsa, yengilroq shart beramiz. Demak, mikrofonni qo'lingizga olasiz va sizni ijroingizdagi galdagi taronaga biz navbat beramiz. Raqs bop, ha? Shundaymi? Yo'q, menimcha sevgi haqida bir taronam bor edi, shuni aytsam zo'r bo'lar edi. Zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Sevishganlar sizlar uchun. Marhamat. Tun yarmida. O'zi Yulduzli oy ekansan, dilingdan joy bergansan. Bilolmadim, bilmadim, sen kimlarni sevgansan. Nega buncha shoshasan, daryo bo'lib toshasan. Olov kabi chov bo'lib, qolguncha yonasan. Ne kuylarga soldi meni bu sevgi, hayollarim joduladi bu sevgi. Takdirmisan yo azal, kutilmagan yo ajal bu sevgi. Ne kuylarga soldi meni bu sevgi, hayollarim joduladi bu sevgi. Takdirmisan yo azal, kutilmagan yo ajal bu sevgi. Tunlar ham to'lg'oni, hayol surib qolasan. Yo'llaringdan adashib, qay manzilga borasan. Kelgin aytay dardimni, uzay sendan qarzimni. Keldim seni sog'inib, topdim endi baxtimni. Ne kuylarga soldi meni bu sevgi, hayollarim joduladi bu sevgi. Takdirmisan yo azal, kutilmagan yo ajal bu sevgi. Ne kuylarga soldi meni bu sevgi, hayollarim joduladi bu sevgi. Takdirmisan yo azal, kutilmagan yo ajal bu sevgi. Farruxbek, rahmat. Yakuylarga soldi bu sevgi. Biz o'rnimizdan tura olmay qoldik qo'shiq dardidan. Joylashib olamiz. endi bilan turmush uchun bitta qo'shiq aytib berasiz hali. Yaxshi, yaxshi. Endi jonli ijroda bo'ladi. Ha. Chunki karaoke shartimiz bor ayni daqiqalarda. Nahotki yetib keldik ushbu shartga. Gap bo'lishi mumkin. O'zi Men juda ham yaxshi ko'raman. do'stlar davrasiga tushib qolganda tor doirada bilamiz klassik ijrolar bo'ladi. Misol uchun o'zlaringiz oshna og'aynilar yig'ilganda ham, boshqa joyda ham. Lekin karaoke ham kuylab turasizmi do'stlar bilan? Karaoke barlar bor, misol uchun borib. Yo'q, men borman malaka, yo'q. Kuylamagansiz. Yo'q. Bugun birinchi bo'ladi. Qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas. Farruxbek Saidovda birinchi bor karaoke duet aynan debyut bo'ladi. Biz taklif qilamiz va mana shu monitorda hozir sizga tarona taqdim qilinadi, lekin qaysi qo'shiq ekanini biz ham bilmaymiz. Biz ham bilmaymiz. Diqqatingizni e'tiboringizga keling. Monitorga qaratasiz va aynan siz uchun maxsus tarona qo'yib eshittiriladi. Aynan o'sha yozuvlarga qarab, xuddi karaokeda qanday bo'lsa shunday kuylaysiz.
hozir sizni muxlislaringiz kutib o'tirishgan bo'lsa, Farruxbek qaysi qo'shiqni kuylab berar ekanlar bizga deb. Oh. Bir gün çıqqanimiş bulaq başıga, çıqqanimiş bulaq boyiga, özüm ko'rib bulaqda durkun, keta olmayin qoldi uyiga, keta olmayin qoldi uyiga. Majnun tor, Majnun tor, Majnun tor, Majnun tor. Şundan beri bunda tunu gün oturmuş yayıp saçını, oturmuş yayıp saçını, özü bulup özü yemeptu, alamazmış sudan başını, alamazmış sudan başını. Majnun tor, Majnun tor, Majnun tor, Majnun Qasamno. Birgalikda juda ham zo'r chiqdi, hamohanglikda. Men hali ham jim turdim, aytmadim. Qarang, endi Feruzbek siz uchun maxsus siz uchun maxsus tarona. Agar birgalikda kuylashish ixtiyori bo'lsa, bemalol. Marhamat. Oldi kuylaganmiz. Ufuktaki çizgin çizgin yağdılar, ufuktaki çizgin çizgin yağdılar. Uç yıldızlar keldi, Zuhra kelmedi. Yüreğimde kanca şadlık, kaygılar, bahar güzler keldi, Zuhram kelmedi. Bahar güzler keldi, Zuhram kelmedi.
ketgan karvonlar tamom bo'ldi fasli xazonlar qatorlashib qancha kelin janonlar qancha qizlar keldi Zuhrom kelmadi qancha qizlar keldi Zuhrom kelmadi Hasanno gap bo'lishi mumkin emas. Agar eng qiziqli endi to'xtatib qo'ydingiz. Kelishdinglarmi? Zo'rajon, Zuhrom kelmadi. Agar hozir shu ijroni Abdurash Yo'ldosh ko'rsa, men aytmaganman qo'shiq qilib yuborardilar, lekin bor. Bo'ldi, berdim men sizlarga. Zo'r bo'ldi, lekin birgalikda. Eng qizig'i lekin ikkisini ham aytib ko'rmayapmiz. Shunday. Men ham aytib ko'rmayapman. Yo'q, eshitganmiz ko'p, bu o'zi yosh vaqtimizdan ko'p eshitib yurganmiz, lekin o'zimiz masalan to'yda lekin boshqada kuylab ko'rmayapmiz-da. Birinchi marta. Ikkalasi. Endi Farruh aka, gap bo'lishi mumkin emas. To'y xizmatida ham kelib turib, Abdurash Yo'ldoshidan bormi desa, albatta deb aytib ketadigan bo'ldi endi. Zuhrom kelmadidan bitta bo'lsa. Bir to'g'ri girib ko'chganda. Zuhrom kelmadidan bitta bo'lsa. Yo, Zo'rajon bor-ku. Menda bir variant bor ekan. Qaysi Zuhrom so'radingiz? Xo'p, demak, Xo'p, davom etamiz, joylashib olamiz. Bizda dublyaj sharti bor. Demak, monitorga nigoh qaratamiz va aynan O'tiring Feruzbek. Dublyajda artistlardan albatta Farruhbek Saidov hamda Feruzbek Karimov. Lekin Sadoqat opam agar bir joylarda topilib qoladigan bo'lsa, ovoz berishingizga sizda ham iltimos qilamiz. To'g'ri kelib qolishi mumkin. 3 kishi ishtirok qiladigan joylar bo'lsa. Hozir monitorga diqqat qaratamiz. Va monitorda maxsus multfilm yoki film. 2 yildan beri mana shu bema'nidorini boshingizga surtasiz. Bironta tuk chiqdimi? Tepakal bo'lsangiz nima qilibdi? Yosh bola emassiz-ku. Rostini ayta qoling. Birontasini yaxshi ko'rib qoldingizmi? Ha? Voy, ichidan pishgan ayta qoling. Men ham taniymanmi? Albatta taniysan-da. Kim ekan? Kim bo'lar? Kenayinda. Qo'ying, men sizdan jiddiy so'rayapman. So'rama ukajon. Turib o'zim ham hayron qolaman. O'tgan yili o'ru guli payti edi. Birdaniga mana bu yerim sanchib og'riy boshladi. Balki yuragingiz sanchigandir. Avvaliga men ham shunaqa deb o'yladim. Doktor ko'rsatsam, soppa-sons dedi. Nima bo'layotganiga hayronman. Goh kulgim keladi, goh yig'lagim. Nima bo'layotganini bilmayman. Xo'sh. Mana shu so'zlarni siz yodda qoldirib, o'zi umuman dialogni balki boshqacha so'zlardan ham foydalanishlaringiz mumkin. To'y mavzusida foydalanishlaringiz mumkin balki. Hozir sizlarga dublyaj uchun, ko'rishlaringiz uchun vaziyatni taqdim etildi. Ushbu filmdan parcha. Biri Feruzbek, biri men bo'lishim kerak. Albatta. Kelishib olinglar. Qaysi biri akasi, qaysi biri ukasi. Va qaysi mavzuda suhbatlashishlaringizni ham aytib o'tsangiz. Kelishib olib. Mavzuni biza tanlasangizda bo'ladi. Erkin mavzu. Erkin mavzu. Xorazmcha gapirsangiz ham bo'ladi. Nima deymiz? Dublyaj qilinadi-ku filmlar, to'g'ri? Yaxshi, qanish. Xuddi shu voqea ketadi. Tayyormisiz Feruzbek? Qaysi birlaringiz, aka? Endi shu yoshga nisbatan akasi bo'lsa bo'ladi. Demak, militsioner forma kiyimida Feruzbek ko'radi. Ovoz beradilar. Obid Yunusovga ovoz berasiz. Marhamat. Shuning bo'lishi shartmi? Yo'q, boshqacha mavzu bo'lsa ham bo'ladi. Lekin siz boshlashingiz kerak ekan hozir. Shuning uchun tayyor turing. Qarang, to'y mavzusi qilib olinglar. O'zi san'atkorlarda eng zo'r mavzu, zo'r ketadigan mavzu. Marhamat. Demak, ovozsiz varianti. Boshlang. Feruzbek. Farruha, sochingizni stilini sal o'zgartiribsiz. Sal yosharibsiz. Buni siri nimada buni? O'zgartirmasam bo'lmaydi axir. Sal raznoобразный bo'lishi uchun ozgina sochni o'zgartirish kerak. Shu mening o'ylanishimcha shu proyektni shu bir 5 yil qaytaraman deb
Ben özüm tamam kaldım. Bizlar ham shu o'zgartirsak bekanda deysiz. Ya o'zinki yaxshi-ku, saniki yarashadi. O to'xtab qoldik, bunga qarab aytish kerak emasmi? To'xtab qoldik. Biz hozir vaziyatni bilmoqchimiz. Siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz shunday joyda? Qani, boshidan. Ha, ketdi. Boshidan. Feruzbek, boshlang. O'zi ketdi. Boshlandanmi? Farruxa, bu sochni stilni o'zgartirishni siri nimada mana? Endi boshqacha bo'lib endi men uchun ham interes, o'zim uchun ham qiziq bo'ldi o'zgartirish. O'zgartirmasam bo'lmaydi axir. Ya bir yoshroq qizni yaxshi ko'rib, bir 5 yil yasharing dedingizmi? Yo'q, endi o'ylanganman-ku men hozir. Endi yaxshi ko'rish olaman ulardan. Shunday. To'ylar ham shunday deb borasizmi yo ko'rib televideniyalar ham zittirasizmi? Vaziyatga qarayman, agar vaqtim bo'lsa sal salonga kelib chiqaman joyiga. Gaplayapti, so'rashing kerak ekan bu yerda. Bo'lar. Bo'ldi, aytdim. 2 marta qaytardingiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Ogohlantirib qo'ysangiz tayyorlanib keladi dedikmi? Yo'q, ogohlantirish bo'lmaydi. Bo'lmasa shuni o'zini ovoz berish kerak edi-da, shuni o'zini yodlab. Xo'p, endi bu shartlardan o'tib oldik. Buni tantana qilishimiz kerak. San'atkorlar qanday tantana qiladi? Qo'shiq kuylab tantana qiladi. Feruzbek. Marhamat. Keyingi galdagi taronani taqdim etasiz. Muxlislar e'tiboriga. Marhamat. Feruzbek Karimov kuylaydi. Birga o'ynab o'sgan jo'ram, ko'zingni nelar boyladi. Davringga endi do'stlaring seni hech dildan qo'ymadi. Birga o'ynab o'sgan jo'ram, ko'zingni nelar boyladi. Davringga endi do'stlaring seni hech dildan qo'ymadi. Qo'lda boring hech durmaydi. Bugun senda ertang menda, yaxshi do'stlar topilmaydi. Qadrini bilgin sen jo'ram. Hala o'ylanarsan, hala qiynalarsan, yadına alarsan do'stim. Hala o'ylanarsan, hala qiynalarsan, yadına alarsan do'stim. Aç gözünle, bol oylan dostum, oylan dostum. Ay görme sözlerimle, indi oylan dostum, oylan dostum. Ötkinci dünyanın hislerini çete surup koy. Yalgancı hayatta sabab kıl dostum salatoy. Kalmasa ki sen yapılcan dostların kalmaydı. Sana fayda gelmese sen üçün yecem yanmaydı. Hala oylanarsan, hala kıynalarsan, yadına alarsan dostum. Hala oylanarsan, hala kıynalarsan, yadına alarsan dostum. Hazır bana bayılık emas, en birinci sağlık kaygı. Milyon somun hiç nersemez, ağrınsan alıp kalmaydı. Hazır bana bayılık emas, en birinci sağlık kaygı. Milyon somun hiç nersemez, ağrınsan alıp kalmaydı. Kolda barın hiç durmaydı. Bugün sende ertang mende, yaxshi dostlar tapılmaydı. Kadrini bilgin sen jo'ra. Hala oylanarsan, hala kıynalarsan, yadına alarsan dostum. Hala oylanarsan, hala kıynalarsan, yadına alarsan dostum. Hala oylanarsan, hala kıynalarsan,
tashuvchisi deya bekorga aytilmaydi. Albatta, albatta. Davom etamiz yana joylashib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Taklif etamiz. Endi bu yoqqa shiddatli tarzda davom etishimiz kerak. Xo'p. Qo'shiq tinglab turasizlar, ha? Baribir tinglaysizlar-ku. Yo'q. Teskarisigacha. Yo'q. Hozir tinglab ko'rasiz va hozirgi shartimizda teskari qo'shiq nomlanadi va ushbu shartda sizlarga teskari variantda taqdim etiladi qo'shiq. Originalni topishlaringiz kerak. Originalni topishingiz kerak bo'ladi. Kimni qo'shig'i, ijrochisi va qo'shiq nomini. Qani eshitamiz. Birin-ketinlikda taqdim etiladi. Demak, Faruqbekdan boshlaymiz, ovoz operatorlarimizdan iltimos qilamiz, ovoz rejissyorlarimizdan marhamat. Boshlaymiz. Kimni ijrosida qaysi qo'shiq? Kamoljon Tanayozov Kuylaganlar? Menimcha, delka ketgan ya, shuni o'xshatib turibdi menimcha. Siz kuylagansiz, qo'shiqlashingiz Delka kerak. ketgan yarim. Yo'q, Feruzbek kuylayapti. Shuni Feruzbekka qarab aytyapman. Yo'q, menga qarab turganda yo'qsiz siz. Ko'z u yoqqa qarayapti, xayol bu yoqda. So'z bu yoqda, ko'z u yoqqa. O'zi men hozir gaplashak edim Nilufara. Meni qo'shimga chiqmadilar. Feruzbek. Ha, gözüm yolda günüm geçti, işim cebru cefa bilen. Gözüm yolda günüm geçti, işim cebru cefa bilen. Gözüm yolda Bende ermanı, ha, köp olur bende ermanı. Tapılmaz adam canı. Bizlere dağı hicranı, düşgelere tapa bilen. Bizlere dağı hicranı, düşmanlara tapa bilen. Rahmat. Endi Feruzbek diqqat bilan eshitasiz. Sizga teskari variantda qo'shiq taqdim etiladi. Marhamat. Teskarisiga ham shunaqa ekanmi qo'shiq baribir? Sensiz gecelerlerde uyuyorum ben Kim aytgan? Kim? İbrahim Tatlıses. Belalım mı? Belalım. Endi ben tersine bir anda bir güne giriyorum hayalinle aklımdan çıkmıyorsun belalım. Teskarisiga ham shunaqa eshitilarga rost. Bekorga aytmayman. Ikkinchi qo'shiq taqdim etiladi. Xo'sh, bu bor endi bu qo'shiqda qanday uddaburonlik qilar ekansiz? Topdingizmi? Rahmat. Ozodbek Nazarbekov sevarmisan menimcha. Sevarmisan? Shunga o'xshadi menimcha. O'ylab javob bering. Yüzüp kirsem, poyinga bosh qo'yib o'lsam. Nega qiyinroq? Boronlardek tuzib Kirsam, sevlarmisan? Originalni taqdim etamiz. Original. Ko'ngling qulfin buzib kirsam boronlardek tuzib. Lekin bunaqangi natija bo'lmagan. Albatta. Birinchi marta bo'lyapti. Feruzbek. Diqqat bilan eshitamiz. Sağındım bolalar. Original taqdim etaylik. Qanday sensiz ma'nosiz kunim, qanday achinarli ahvolim, qanday shafqatsizlikdan meni taqib. Bo'ldi, omad. Kecha, bugun, erta, qachon? Nilfarga ham aytib yuboring bitta bo'ldi.
Bu tersine döndürüş meni hobbim bu. Yaş vaqtimda to'ylar muborakni men tersine döndürgenmen. Ralliyot karabum aqniyat minaj debdi. Bu narsada meni Uni kuya solib ko'rganmisanmi? Aytgan? Ralliyot karabum aqniyat minaj deb tersine aylantirganman. Ya biz boshqa manzilga tushib qolibmiz to'g'risi. Endi keyingi dasturlarimizda siz sahna o'rtadan teskariga kuylab berib turasiz, qo'shiqlar bo'ladi. Bu qayerda paydo bo'lgan bu g'oya? Bu g'oya endi bizni men ko'pincha yosh vaqti qo'shiqchi bo'lishdan tashqari shu qiziqchilik ham qiziqardim. Shuning uchun ham Guldirib bo'ydaylan shunday narsalarni topib beradim. Qiziqarli narsa. Ha, demak bu uydagilarni kuldirish uchun qilingan ishi bugun ish berdi, bugun ish berdi. Ustoz ham hayron qolayotgan bo'lsa kerak, agar ko'rayotgan bo'lsa bizni. Yangi qirralari. Endi bu yoqqa yana savollarimiz bor sizlar uchun, maxsus savollar. Farruxbek studiyaga kelganda bu nima, kimga sovg'a deb so'ragandi. Bu bermaydi debdilar shuni, menga bermadilar shuni. Yo'q, hozir beramiz. Yo, endi bo'lmaydi, yana so'radim men. Yo'q, bitta-bittadan taqdim qilamiz. Vaqtim avvalama. Ekzamen topshirgandan buncha qiynalmaydilar. Yo'q, qarang. Sizga savol taqdim etiladi va mana shu savolning javobini 1 daqiqa ichida taqdim etishlaringiz kerak. Ijodiy bilan kirib ketganmiz, qo'shiq aytib. Demak, sen bitta. Chuqur o'ylash shart emas, mantiqiy savollar. O'qib beraymi? Yo'q, hozir bo'ldimi? Aha. O'ylab oling. O'qiganingizdan keyin men vaqtni aylantiraman. Bu 1 daqiqalik soatda. Bunda yozilganini o'qishim kerak. Men o'qiganingizdan keyin. Yo'q, shu O'zim biladigan savolni o'qisam bo'lmaydimi deb qo'y. Xo'sh. Odamlar bu narsani yeyish uchun sotib olishadi, lekin hech qachon yeyishmaydi. U nima? Vaqt ketdi. Nima Ferzbek? Siz ham aytmaysiz unda bu nima deb. Nima bo'lishi mumkin? Bilmaysizmi siz? Yordamlashib beraveringmi, men alla qolavermi? Savollarni men tuzmaganman. U yoqqa murojaat qilasiz. Vaqt ketyapti. Ichinde sangarak. Jiddiy. Ha, bor. Qarang, jiddiy qaramang savollarga, mantiqiy savollar. Yarmi ketdi lekin. Odamlar bu narsani yeyish uchun sotib olishadi, lekin hech qachon yeyishmaydi. Og'a, yordam bering. Voy, men go'zalligini qarang studiyada. Siz aytdim shuni bering, oldindan berdim. Nima bo'lishi mumkin? Siz ham sal yordamlashing. Bilmadim men to'g'risi. Vaqt tugayapti. Bitta taxmin ayting, bo'ling. Yo'q, men taxminim ham bo'lmaydi debdi-da. Tormozdan qoldi kallam. Yeyish uchun sotib olsak. Vaqt tugadi. Nima javob? Idish tovoq? Ha, idish, ovqat yeyish. Aytdim-ku, juda ham chuqur o'ylash shart emas deb. Shu o'yladimmi, idish bir vajda bu deb. Yaxshi. Eshadi tuzmadimmi o'zim? Jarimasi bor. Feruzbek. Nok osilib turibdi, lekin uni yeb bo'lmaydi nimaga? Televizorda ko'rsatib turgan nokni yeb bo'lmaydi. Zo'r yonda shu ajoyib, lekin bu noto'g'ri javob. Yana o'ylab ko'ring Feruzbek. Hali vaqtingiz bor, qarang. Искусственныйmi? Onday nima bo'lishi mumkin-ku, to'g'ri? Искусственный bo'lishi mumkin daraxtlarda. Bo'lishi mumkin, lekin yo'q Yana. Noy olib, nok osilib turibdi, lekin pishmagan nokni yeb ham bo'lmaydi. Yo'q. Men lekin birinchi javobimda qoldim. Xato bo'lsin, efirda ketib turadi. Televizorda ketib turgan. Rasmdagi bo'lishi mumkin. Rasmdagi nok osilib turgan nok grusha bo'lishi mumkin. Uni yeb bo'lmaydi. Bir ham shu rasmda, bir ham efirda ketib turganni yeb. To'g'ri javobni ayting. Qo'shni nokini yeb bo'lmaydi so'ramaguncha. Hali vaqtingiz bor. Qo'shni nokin. Zadavning ko'rmashini yo'q, lekin olib ketaramiz. Yo'q, qarang, bu savollarga sizlar jiddiy yondashyapsizlar. Bu mantiqiy savol. Shuning uchun jiddiy yondashmang. Jiddiy. Qarang, vaqtim o'tmay qoldi, Feruzbek. Endi sadaqa qilasiz. Vaqt ajratamiz. Xo'sh. O'qiyavering. 5 ta kartoshkani qanday qilib 2 kishiga teng bo'lish mumkin? Vaqt ketdi. Men fikrimcha ikkisini teng bo'lishi uchun 2 dan bersak teng bo'ladi. Birsini o'zimiz haq qilamiz. Boshqa variant yo'q. Birovni haqqini nima qilasiz? Unda 2,5 dan tushadi, shuning uchun.
Yo'q, boshqacha javob o'ylab ko'ring. Mantiqiy yondashing. Siz hozir hisob kitoblarga qarayapsiz. Hatto uchalangizga ham shu gapni aytdik. Mantiqiy, jiddiylashmanglar savolda. Omaddagi savollarga jiddiy yondashib bo'lmaydi. Men javobim shu. Javob shu. Ikkitadan berib, bittani o'zingizda olib qolasiz. Boshqa variant yo'q. Teng bo'lishi uchun. Omadbek? Kartoshkani pyure qilib o'lchab bersa bo'ladi ikki kishiga. Ha, dayapti. Men ham nima ekan deb o'ylayapman. Pyure. Omadbek. Oxirgi vaqtlarda o'zim ham hayron qolyapman topayotgan savollarimga to'g'risi. Xo'p, demak jarimalarni to'lash Jarimalarni to'lash vaqti keldi. keldi. Farruxbek, qanaqa qo'shiq kuylaysiz? Men o'zim faqat hamma o'tirsin. Qo'shiq bilan jarimani. Ha, qo'shiq bilanmi? Yaxshi. O'ylab qoldingiz-a? So'ntirdingizda undaqami? Yo'q, o'tiring, o'tiring. O'tiringlar hamma. Men faqat Farruxbek bilan man chiqaman bu safar. Farq aytmaysiz. Unaqada yana bitta savolga noto'g'ri javob bersam bo'ladimi deb. Keling. Qo'shiq kuylaysiz. Yo'q, chiqinglar sizlar. Yo'q. Siz ham o'tirganingiz chiqmadingiz-ku, shuncha faqat men chiqaman bu safar. Hazillashdim. Farruxbek Saidov kuylaydi. Gel canım nazını koy, Habibe Habibe. Gönlünün yaz razını koy, Habibe Habibe. Gel canım nazını koy, gönlünün yaz razını koy. Ayrılıktan güç almayı, gam güzeli sazını koy, Habibe Habibe. Güzel sen Habibe, yürekler buldu hasta, zardır sendin tabibe, Habibe Habibe. Güzel sen Habibe, yürekler buldu hasta, zardır sendin tabibe. Gönlüm aytar sen yar bilen, Habibe Habibe. Baxtlı bolsam men bir ömür, Habibe Habibe. Gönlüm aytar sen yar bilen, baxtlı bolsam men bir ömür. Birge kuylab mening bilen, sen muhabbet geçtiğini sür, Habibe Habibe. Güzel sen Habibe, yürekler buldu hasta, zardır sendin tabibe, Habibe Habibe. Güzel sen Habibe, yürekler buldu hasta, zardır sendin tabibe. Habibe Habibe, güzel sen Habibe. Yürekler buldu hasta, zardır sendin tabibe, Habibe Habibe. Güzel sen Habibe, yürekler buldu hasta, zardır sendin tabibe. Maza qildik. Rahmat. Jarima zo'r to'landi. Ham qo'shiq bilan to'ladik. A'lo. Joylashmasanglar bo'ladi. Xo'sh. Ana endi Men kimman degan savolga javob topishimiz kerak hozir. Ha. Men kimman? Men kimman? Ko'rganmisizlar shu filmni? Jeki Chan o'ynagan. Men kimman degan. Кто я? Ruschasini ko'p ko'rgan bo'lsangiz mumkin. Endi ko'rgan bo'lsak ham hozir yadıma tushmayapti.
Demak, Omadbek tomonidan tayyorlangan navbatdagi shart bu men kimman deb nomlanadi. Mana sizlar orqangizga yashirib qo'yibdi, shuni ko'rmadinglar. Demak, 3 ta olib kelasiz. Albatta, qadrli muxlislari. Yo'q. Biz davom etamiz. Endi soch turmagi uchun uzr so'raymiz oldindan. Soch turmagi biroz buzilishi mumkin. Mumkin. Janob aka, ko'ring. Sartaroshlardan uzr so'rab qo'ysanglar bo'ladi. Janob aka, uzr nasıl ishingizni? Firuzbek, sizniki kim? Demak, sevimli multfilmlardan biz personaj taqdim etamiz. Ko'rinmayaptimi? Vaqt. Siz savol berish orqali aynan bu personaj qaysi ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Nazorat monitorlarini burib qo'yishlaringizni iltimos qilgan bo'lardik. Sezib qoldiraman. Ko'rmadi lekin, ko'rmadi. Ben şartını eshitmay qoldim, uni ko'raman. Qarang, siz kim ekanligingizni savollar orqali topishingiz kerak bo'ladi. Men odammanmi, hayvonmanmi, nima yeyman, rangim qayerda yashayman, shuni qanaqa personajman, yaxshimi, yomonmi, kulgilimi, qo'rqinchlimi degan savollar. Yoningizdagi bolalar ko'rsa qo'rqadimi, qolgan ishtirokchilar demak ha yoki yo'q deya javob berishlari kerak. Sizga bu uchun 1 daqiqa vaqt beriladi. 1 daqiqa vaqt beriladi. Tayyormisiz? Uzr. Stilist kim edi? Jo'rabekmi? Jo'rabek uzr so'raymiz. Qani, boshladik. Marhamat. Ko'rsating ularga. Firuzbek hamda Sadaqat opadan so'raysiz. Savolni taqdim eting. Aytib beramanmi? Savol bering. Vaqtga. Hayvon bo'laying-da. Hayvon ham bo'lishi mumkin, odam ham bo'lishi mumkin. mumkin. O'xshaymi bu? Yo'q, yo'q. Sachi bormi hech kim? Sachim yo'q, qarab qo'yaman. Yana nima? Qayerda yashaydi deb savol bering. Nerede yashaydi bu? Multfilmda. Bo'rimi ya? Aytaymi, 2 quloqi bor. Dana chiqib turibdi. Quyanmi? Firuzbek yaxshi yordam berdi lekin hozir sizga. Eng asosiysi hayvon emas. Ha, o. Lekin odam ham emas. Personaj. Multfilmdagi personaj. Multfilm qahramoni. Kel, semiz, 2 quloqi, 2 cheta chiqib turibdi. Bo'ldi Firuzbek. Bo'ldi. Yaxshi. Men topishim kerakmi endi shuni? Siz kimsiz? Mana shuncha yordam berildi. Siz qaysi personajsiz? Rangingiz ham yashil mayladi. Vaqt tugadi. Ha, tugadi. Qarang o'zingiz qaysi personaj ekansiz, ko'ring. Ya Taniysizmi? Aylantiring. Tanidingizmi personajni? Shrek. Shrek-ku bu. Siz nega Navbatdagi personaj Firuzbek Karimovga taqdim etiladi. Xo'sh. Firuzbek. Firuzbek. Nom qo'yali. Ko'rmaysiz Firuzbek. Ehtiyot bo'ling, yo turmayapti. Shota maymunmi? Bir joyda turmayapti deng. Ehtiyot bo'ling. Boshladik. Vaqt ketdi. Savol bering. Demak, qarab qo'ying, Farruh aka. Bu multfilmni nazmi? Multfilm. Eng yaxshi ko'rgan multfilm. Nimasi? Ну погоди меня. Shundagi bitta personaj. Ну погодидагimi? Ну погодидagi shu bo'ri bo'lsa kerak esa. O'ylab javob bering. O'ylab. Xatolashsangiz jarimasi bor. Nozais. Pagadi deymi? Sadaqat opadan ham so'rang. Sadaqat opadan ham so'rang bu tomonga. Qarang Firuzbek, bu tomonga ham qarang. Yoki nimani yeyolmasa yuribman deng. Savol bering ularga. Ну погоди menimcha shu, ну погодидagi. Qaysi personaj? Vaqt ketyapti. Bo'ri. Bo'ri? Shu javobda qoldingizmi? Shu javobda qoldim. Afsus, 2 ta jarima qilmoqchi edim, bo'lmadi, baribir. Qarsaklar. Yo'q, tugadi vaqt. Vaqtdan tugadi, lekin to'g'ri topdingiz. Sizdan mendan qarz bo'ldi, shap to'laysizlar. Shu. Hozir Firuzbekning bugun ketmoni yaxshi uchayapti. Sadaqat opa, endi sizga ham taqdim etamiz. Topishingiz kerak bo'ladi. Bu qaysi personaj? Savol berasiz. Farruh aka qarab qo'ying. Savol bering. Multfilmda. Bunday multfilm ko'rmadim men degan. Yo'q, ko'rgansiz. Ko'rgansiz. Bu faqat zamonaviy Filmlari ham bor buni. Shapkasi bor. Nima ish qiladi? Odammi? Shapkasida pari bor. Yo'q. Rasmni sizga gavdalantirib bering deyilayotgani.
Bundan o'zing Savol bering, savol. Yo'q, multfilmdagimi? multfilm ko'ryapmisiz? Bu multfilmni ko'rmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Ko'rmagan ekanman sen. Yo, ko'rgansiz. Buratinami? Buratinami? Vaqtimiz bor hali va to'g'ri javob Buratino. Zamonaviy variantdagisi faqat. Buratino. Feruzbek aytib qo'ydilar-da, burningiz uzun deb. O'shandan sezdingiz nazarimdan, Sadaqa opa. O'zi ko'p yordam berar ekan Feruzbek. Gap bo'lishi mumkin emas. Quloq uzun dedilar, bu burni uzun dedilar. Farruxbekka ham yaxshi yordam berdilar, lekin Farruxbek Yo'q, semiz desa topar edim men. Semiz dedi-yu. Semiz dedi-ku. Semiz demadi, quloqi dedi. Semiz ham dedi. Semiz deb aytding-a? Siz unga e'tibor bermadingiz-da. Hamma e'tibor quloqqa ketib qoldi. Ha. Demak, bizni aynan mana shu o'rinda dasturimizga ajratilgan fursat poyoniga yetyapti. Mana rejissyorlardan ishoralarni qabul qilib olyapmiz. Va dasturdagi ishtirokingiz uchun sizlarga minnatdorchilik izhor qilamiz. Sadaqa opa, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Ijodkorlarimiz Farruxbek, Feruzbek, ijodiy barkamollik sizlarga hamroh bo'lsin deymiz. Va albatta sizlarni tinglash ishtiyoqidagi muxlislar soni ko'p bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Doimo ijodkor ahli muxlislar uchun ijod qiladi-ku, baribir muxlislarning qarsaki uchun necha yillik mehnatingiz o'sha bitta qarsak bilan charchog'i chiqib ketadi-da. Doimo mana shunday bo'lsin deymiz. Qarsaklar bilan chiroyli bir hurmat, ehtirom, tavozi bilan kutib oladigan muxlislar soni ko'p bo'lsin. Ijodlaringizga omad tilaymiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xayrlashib olsak bo'ladi. Teletomoshabinlarimiz bilan. Qadrli onajohon muxlislari, bizga ajratgan mehringiz, daqiqalaringiz uchun sizlarga alohida tashakkurimizni butun Tungi Express jamoasi vakillari tomonidan izhor etib o'tamiz. O'zingiz va yaqinlaringizdan har doim ehtiyot qiling. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va shanbani har gal siz uchun intiqib kutamiz. Albatta, hurmatli onajohon muxlislari, aynan bizga ajratgan vaqtingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirib o'tamiz va albatta sizni doimo yaxshi ko'ruvchi va sizning yuzingizdagi tabassum uchun harakat qiluvchi Tungi Express dasturi har shanba kuni sizning dam olish onlaringizni maroqli o'tkazish uchun harakat qiladi. Hayajonlanyapman men. Albatta. Demak, aziz onajohon muxlislari, keyingi parvozgacha biz sizga sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Keyingi parvozimiz ham baland bo'lsin deymiz va albatta biz sizga keyingi parvoz davomida eng zo'r, eng maksimal darajadagi kayfiyatni sog'inish uchun hozir ayni daqiqalarda ko'rishguncha deymiz, xayrlashmaymiz. Chunki ertangi assalomdan umidimiz juda ham katta. Hammangizni boringizga shukr azizlar, bizni diqqat bilan tomosha qilgan yurtdoshlarimizni barchalariga alohida minnatdorchilik izhor qilamiz. Kadr orti jarayonidagi san'atkorlarimizni, ma'murlari salomat bo'linglar, sog' bo'linglar deymiz va Ma'mun universiteti talabalari sog' bo'linglar. Dasturimiz hamkori. Keyingi diydor qadar omon bo'linglar. Dasturimizga yakuniy ijroni va jarimani Feruzbek to'lab qo'yadi. Feruzbek, mana dastur yakunlanmasdan oldin jarimani to'latib keyin chiqaramiz biz studiyadan sizni. Demak, Feruzbek Karimov ijrosidagi tarona bizning dasturimizga yakun bo'ladi. Omon bo'linglar azizlar. Salomat bo'ling. Canım desem heng dedi, yarım desem heng dedi. Vay henglerinden sana. Canım desem heng dedi, yarım desem heng dedi. Vay henglerinden sana. Akşam uçrattım seni, bak şu kondu başıma. Akşam uçrattım seni, bak şu kondu başıma. Sensiz neşep yaşapmana, girinçeli şu yaşıma. Sensiz neşep yaşapmana, girinçeli şu yaşıma. Canım desem heng dedi, yarım desem heng dedi. Vay henglerinden sana. Canım desem heng dedi, yarım desem heng dedi. Vay henglerinden sana. Sana bulan yerim düşüp
desem hang dedi Vay hanglarinden sana Canım desem hang dedi Yarım desem hang dedi Vay hanglarinden sana Erkeğe ver canım beni Erkelikin can üstüne Razıman bir ömür hengde Canım ol can üstüne Erkeğe ver canım beni Erkelikin can üstüne Razıman bir ömür hengde Canım ol can üstüne Canım ol can üstüne Canım desem heng dedi Yarım desem heng dedi Vay henglerinden sana Canım desem heng dedi Yarım desem heng dedi Vay henglerinden sana Canım desem heng dedi Yarım desem heng dedi Vay henglerinden sana Canım desem heng dedi Yarım desem heng dedi Vay henglerinden sana Hurmatli bort komandiri, tungi ekspress parvozga tayyor.